Ba'zi bir odamlar bor, ko'chada boshqalarga chiroyli muomala qiladi. Oilasiga, bola chaqasiga, ro'zg'origa qo'pol muomala qiladi. Birinchi o'rinda azizlar, yaxshi muomala qilaylik. Akalar, juda yaxshi muomala qilaylik. Meni oldimga bir aka keldilar. Qizimni uzatganimga 7 oy bo'ldi. Qoraka kuyov yigit 23 yosh yigitcha menga laqab qo'yibdi deyapti. Qaynotaga laqab qo'yibdi. Sen palonchini qizisan dermish. Avvaliga aytmabdi, keyin eshitib qoldim ayolimdan. Buni hammasi tarbiyasizlikdan bo'ladi. Oilada inson oliyjanob bo'lishi kerak, chiroyli muomalali bo'lishi kerak. Oysha onamiz aytadilar, Rasul akram alayhissalom bilan yashagan umrim mobaynida Sarvari koinotning menga aytgan eng og'ir gaplari limaza fa'alta, nega bunday qildingiz degan ekanlar. Bundan oshiq qattiq gapni gapirmagan ekanlar. Nega bunday qildingiz? Tamom. Bitta gap odamni yeri bilan yakson qiladi. Bitta gap odamni qalbini tog'day qiladi. So'z odamga halovat beradi. So'z odamni malomatga qoldiradi. So'z odamni shodlantirib, quvnatib, ko'ziga yosh keltiradi. So'z odamni ranjitib, xafa qildirib, ko'ziga yosh keltiradi. Har bitta gapimizga javob beramiz qiyomatda. Bizni birinchi o'rinda shirin so'zimizga haqlilar oilamiz bo'ladi. Ayolimiz, bola chaqamiz, ro'zg'orimiz. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Kim Allohga va oxiratga iymoni bo'lsa, faqat yaxshi gapni gapirsin. Aw liyasmut, bo'lmasa jim o'tirsin. Yaxshi gap gapira olmaydimi? Oilada jim o'tirish kerak. Qo'pol gap gapirmaslik kerak.